Xiaobao, oldin oying bilan juda qiynalganmisizlar? Oyim har kuni har xil ishlarda. Meni chiroyli va yoqimtoy qilib katta qilish uchun juda og'ir mehnat qilardi. Oqibatda esa rohatini siz ko'ryapsiz. Hisoblab chiqdim. Oyim menga umumiy hisobda 193.800 yuan sarflagan. Dadajon, oyimga bu pullarni qaytarasiz, shundaymi? Pulni nima qilasan? Oyim bolalar uyida hali bolalar ko'pligini va ular yaxshi yashashlari uchun hali qattiq mehnat qilish kerakligini aytdi. Yaxshi. Mayli unda ertaga dadang Linmo amakingdan bolalar uyiga xayriya qilishni iltimos qiladi. Bugun muhim kun. Janjani olib ketamiz. Bilmadim, u meni tanirmikin, yo'qmi? Oyi, ko'rinishingiz xuddi 20 yil oldingidek, u sizni aniq taniydi. Ha, umuman o'zgarmagansan. Dadasi, ko'rinishim qalay? Janjan yo'qolgan kuni ustimda shu kiyim bo'lgan. Uni atayin javondan chiqarib qo'ydim. Meni ko'rganida tezroq eslashi uchun mana shu kiyimni kiydim. Ko'rinishing ajoyib, xavotirlanma. Bugun albatta qizimizni topamiz. Ketdik.